2050-yilga kelib avtomobillar qanday bo'ladi? Haydovchisiz mashinalar, havo avtomobillari, elektr transport inqilobi. Bugun avtomobil sanoati kelajagi haqida gaplashamiz. Oxirigacha ko'ring, eng qizig'i oxirida. 2050-yilga borib avtonom avtomobillar haydovchilarsiz harakatlanishi mumkin. Bugungi Tesla, Waymo kabi kompaniyalar buni boshlab bo'lishgan. Yaqin kelajakda rul va pedal umuman kerak bo'lmay qolishi ehtimoli bor. Neft yo'q, elektr avtomobillar butun dunyoni egallaydi. Tesla, BYD, NIO va boshqa brendlar bu borada allaqachon oldinda. Hatto quyosh panellari bilan harakatlanadigan mashinalar ham bo'lishi mumkin. Uchuvchi avtomobillar ilmiy fantastika emas. Aircar, Klein, Wizz va boshqa kompaniyalar bu g'oyani haqiqatga aylantirish uchun harakat qilishmoqda. 2050-yilda osmonda tirbandlik bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Siz 2050-yilda qanday avtomobillarni ko'rishni istardingiz?